Biz sizlar bilan bir o'lchovli massivlarni o'tdik. Endi ikki o'lchovli massivlar bor. İkki o'lchovli massivlarda navlarni ko'rib chiqamiz. Bu ikki o'lchovli massivlar o'zi nav nishab e'lon etiladi, nishab murojaat etamiz ularga. Ikki o'lchovli massivlarda nechik amallarni bajarib bo'ladi ustunda shularni e, dim chuqurlashib ketamiz. Bugun faqat nishatib e'lon etishni va nishatib nav amallarni bajarishni ko'rib o'tamiz. Yana bir marta o'tamiz bu mavzumizni. Shuning uchun qiyinroq bo'ladi bu mavzumiz. Shuning uchun ikki marta o'tib beraman. Qarang, chatda adfm bilan yozamiz. Faqat savol berajak bo'lsak yozamiz. Tushundikmi? Demak, boshlaymiz. Tushundik. Aha, ikki o'lchovli massivlar o'zi nomi C++ tilida massivlar boradi. Endi massivni elementini turina cheklov qo'yilmaydi. Bular masalan biz bir donani ko'rgandik hozir sizlarga. Biza bir o'lchovli massivlarni ko'rgandik. Endi bular ikki o'lchovli deb aytiladi. Biz ikki o'lchovli deb mindirib matrisalar deb aytsak ham bo'ladi buni. O'zi massivlarni biza bilamiz nechika bo'lishini. Biza ko'rdik massiv degan tushunchamizni. Yana ko'rinib turibdi. E, Biza ko'rib o'tdik. Biza sizlar bilan massiv biza ko'rganimiz masalan a teng dedikdan hozir taxminan ishora yoztiraman. A teng deb turib shu ko'rinishda matematikada aynan shu ko'rinishdagi bir sonlarni to'plami edi. Bir xil tipaga ega bo'lgan sonlar to'plami edi. Endi shuni faqat bir dona to'plamni ichida bir dona aytib yozib bilamizmi? Agar aynan bu ko'rinishda bo'lsa nechik bo'ladi desangiz, masalan bu ko'rinishda yozilganlar bo'lar edi. Matematikada matrisalarni ko'rgansizlar. Shu ko'rinishda yoziladi. Masalan, bu 3'e 3'lik matrisa deb aytiladi. Ya'ni demak, ustunlar soni ham 3 dona, satrlar soni ham 3 dona bo'lgan e, matrisa bu. Endi matrisalarni nishatib e'lon etamiz biza. Matrisalarni e'lon etgan vaqtimizda yana ko'rishingiz mumkin. Biza o'zi bir o'lchovli massivlarni nishab e'lon etardik. Bir o'lchovli massivlarni e'lon etganda a masalan 10 deb turib, yo'q, int a 10 deb e'lon etar edik. Masalan, shu ko'rinishda edi. Endi agar bizada A10 yo bo'lmasa A en edi. Farqi yo'q, endana bo'ladigan bo'lsa. Endi bizada ikki o'lchovli massivlarni ishab e'lon etamiz. Bularni int deymizdan shu ko'rinishda bo'ladi. Masalan, A bo'lishi mumkin yo B demandan eni m ko'rinishidagi matrisalar hisoblanadi. N bilan m ixtiyoriy son bo'lishi mumkin bu yerda. N bilan mni siz yuqorida qo'lda kirsangiz ham bo'ladi. Masalan, e, hozir birinchi ko'rinishda e'lon etiladi. Endi biza mabodo n bilan mni masalan bizada aniq son berilgan bo'lsa 10 dona massiv yoki 2 3 o'lchamdagi 3 3 o'lchamdagi deb beradigan bo'lsa bu yerlarni aniq etib yozib qo'yishimiz mumkin. Lekin bizada ixtiyoriy son uchun ishlaydigan bo'lsa yuqorida n bilan mni oldin e'lon etib olishimiz kerak. N bilan mni e'lon etamiz va xuddi shuni o'qitib olamiz singimizdan ya bo'lmasa boshda cout beradi. Cout deb turib endi kiriting deymiz. Bu tushunarliroq bo'lishi uchun yozdim sizlarga. Xohlasangizlar, yozmasangizlar ham bo'ladi. Sen deb turib, endi kiritib olamiz. Va yana ham xuddi shunday ettirib, emni kiritib olaman. Agar sizlarda n bilan m bir xil bo'ladigan bo'lsa, ya'ni 3 3 beradigan bo'lsangiz, faqat birsini e'lon etsangiz ham bo'ladi. Birsini e'lon etasizdan, mana bu yerda hozir ko'rsataman. Agar sizda 3'e 3 kvadrat matrisa deb aytadigan bo'lsa, mana bu yerni n m demin n ga n deb berib ketsangiz ham bo'ladi. Ikkisidan bir xil narsa, bir xil son keladigan bo'lsa, n deb bersangiz ham bo'ladi. Unda bu xatarimiz bizlarga kerakmaydigan bo'lib chiqadi. M ni kiritishimiz kerak bo'lsa. Agar yo'q, hamma son uchun ishlayversin, faqat 3'e 3 kiritibman, ixtiyoriy bo'lsin desangiz, m dan kiritib qo'yavering.
farqi yo'q uni. Girs qo'yasizdan keyin o'zgartirib ketaverasiz shu holatida. Keyin biza bir o'lchovli masilada, bir o'lchovli mana shart emas hozir, shuncha o'chirib tashlayman buni. Biza bu ikki o'lchovlida ishlatib turibmiz. A deymandan birini nishlatib e'lon etdik. Xuddi shunday siklda e'lon etiladi bu ham. For deymiz, int, imiz deng bo'lsin birga. Nima deymiz endi? I'miz kichkina yoki teng bo'lsin n'ga va i plus baraman. Keyin endi bizada bir o'lchovlida faqat i'ni yozar edik. Ikki o'lchovli bo'lsa, bizada yana bir dona o'zgaruvchi keladi. Bu j deb aytiladi. O'zi aslında bir yerda j yoki i deb yozish shart emas. Boshqa bir harflardan foydalanib yozsak ham bo'ladi, lekin aytganmaning dasturchilarning o'rtasida bizada shunday nagiyan dasturchilar o'rtasidan bizaracha shunday bir an'ana deb aytasizmi shunday bir gap qolgan. Shu forni ichida ko'pincha i bilan z ishlatadilar. Undan boshqani ishlatsangiz ham o'zi aslında xato bo'lmaydi. Shu ko'rinishda yozib olamiz. Biz agar bir donani i bilan yozadigan bo'lsak, bu bizada bir o'lchovladi. Endi ikki o'lchovli bo'lgani uchun menda yana bir o'zgaruvchi kirib keldi va int deb turib j teng 1, j kichkina yoki teng m'dan dedim ahamiyat bergan bo'lsangiz, demak ikki xil son berishingiz mumkin bera. Xohlasangiz bir xil bersangiz ham bo'ladi, 3 ga 3 desangiz ham bir xil yozib ketaverasiz. Agar sizda aniq kvadrat matrisa deb yozgan bo'lsa, yana bu yerda n berib ketsangiz ham bo'ladi. N'ga m berdim hozir men bu yerda va ichida e'lon etchakman. E'lon etganimda necha bo'ladi? Sin deymizdan a i deradikdan endi bu yerda yana bir dona harfimiz paydo bo'ladi. A i j bo'ladi. Yana xuddi shu ko'rinishda bo'ladi. Hozir buni ishlatib ko'ramiz. Ishlatib ko'rgan vaqtimizda hozir boshqatdan ishlatamiz. Endi kiriting dedi. Masalan, men 2 deyman va 3 deyman. 2 ga 3 o'lchamdagi matrisa bo'lsa, bilasizning 2 ga 3 o'lchamda berilgan bo'lsa, demak men bu yerda 6 dona son kirishim kerak. 2 dona demak, navsi bo'ladi. Ustini 3 dona satri bor ekan. Shunday qilib yozamiz. N'ni kiriting, m'ni kiriting. Izimga keldi, yozib ketaveramiz. Bu o'zi bo'lib olib yozaveradi. 1 2 3 4 5 6 dedim va menda va o'qib oldi, lekin hech narsani ekrani chiqarmadi. Endi hozir ekran chiqarishni ko'ramiz. Ekran chiqarish bu yerda hello world chiqardi. Bu yerda Seoul hello world qolib ketganligi uchun chiqardim mana. Endi ekranga chiqarishimiz uchun ham xuddi shu siklni yana bir marta yozamiz. Agar men buni ichida Seoul berib ketsam ham bo'ladi. O'zi aslida bunday turib Seoul deb turib i deb turib yana a i j desam, hozir nechun buni ichida bermaganimni tushunib yetasiz. N'ni kiriting degandan keyin masalan 5 demang, kichikroq son bering. 2 ga 2 desam, 2 ustuna 2 satri bor ekan buni. 1 inen bu ko'rinishda bo'ladi. Enter bosgan vaqtingizda avtomatik keyingi satrini o'qib ketadi. Bu yerda sin deb turib birni kiritdim va keyingi satrni keyingi sonni kiritish uchun men enterni bosgan vaqtimda o'zi buni ne deb qabul etib ketadi. Ekranni chiqarishim ham kerak ekan deb qabul etib, birni kiritadi, ham ekranni chiqaradi, ikkini kiritadi, ham ekranni chiqaradi, uchni kiritib, ham ekranni chiqaradi. Xuddi shu holatida ketib boraveradi. Yana ko'rsangiz, necha dona son kiritishim kerak bu yerda? Shuncha son kiritishim kerak ekan. 1 2 3 4 6. Nodir bir noto'g'ri xatolik ketdi bu yerda hozir. Hozir ko'ramiz. Boshqatdan ishlataman xuddi shuni. Nechun xato ketganini ko'ramiz hozir. Menimcha nerdadir teng qo'yib berdim o'xshaydi. Aytganman qayta nachun ran berib turganimni, ran bergan vaqtimda bu enni kiriting degan son o'rtada chiqsa, so'z o'rtada chiqsa, u holatida enni kiritib bo'lmay turadi. Shuning uchun bu yuqorida chiqadigan holatinacha men ran berib turardim, stop berib. Nechun qayta ran berib yotibdi deb o'ylaman. 2 3 desam, masalan 1 2 3 4 internetda muammo bo'lgan ekan. Internetda muammo bo'lib, uzilish bo'ldi hozir. Qayta izimga keldi kiritib berdi. 1 2 3 4 5 deb turib izimga keldi son kiritdi va shuni ekranga chiqarib berdi bizlara.
Hozir internetda muammo bo'lganligi uchun sal boshqacharoq bo'lib kirizildi va shuni izimga keltirib ekran chiqarib berdi. Hech qanday menda tartib bo'lmadi. Agar yana enter bosgan holatimda izimga keldi, yana ham shu sonni chiqarib turadi. Shuning uchun men bu yerda yozimman SEO'dan отдельный o'zi uchun, ya'ni men hamma sonni kiritib bo'lganimdan keyin menga SEO tartib chiqarib bersin deb so'rayman shu holati uchun. Yana bu yerda Syout beramiz. Syout deb turib ishlaymiz. Yana biza endi matrisalarni, ya'ni har qanday o'lchamdagi matrisani ekran chiqarishni ko'rdik. Ekran chiqarib biladi, kiritib ham bilamiz, chiqarib ham bilamiz. Endi shuni biza nodir bir amallarni bajarishimiz kerak shuni ustida. Masalan, matrisani eng kattasini top, eng kichkinasini top deydigan bo'lsa, uni ishlatib topamiz. Yana ham xuddi shunday sikl aylanadi. Bu yerda sikl aylanadidan hal imberni biz o'chirib turamiz endi. Mana ekran chiqarish oxirida kerak bo'ladi. Endi men shu menda matrisa berilgan ekan, shu matrisani ichidan eng kattasini topjakman. Masalan, nishatib topamiz uni. Boshda biza kiritib olamiz. Max degan o'zgaruvchi kiritib olamiz va eng birinchi elementini A11 degan elementini men max deb e'lon etib olaman va shart beraman endi. If deyman. O'tgan safar buni neden ko'rdik? Yodlaringizda bo'lsa, massivlarda shart beramizdan maksimiz katta bo'lsa a i J'dan deymiz. O'tgan safar faqat bir dona harf yozayotgan a i deb turib, xuddi shu ko'rinishda ketadi va davom etib ketaveramiz. Bu yerda max deb turib, men birinchi elementimni belgilab oldim. Ina bu keldi. Masalan, shu ko'rinishdagi menda matrisa bor deb tasavvur etali. Ina shu bir deb yozilgan birni menda men bilimman hali eng kattasimi, bu eng kichkinasimi. Birinchi turgan elementini eng kattasi deb oldi va qolganlari bilan solishtirib chiqadi. Birinchini Allodan qilgan bilan sen mendan kattamisan deb so'radi. Agar katta bo'lsang, ha seni katta deb o'ylaymiz ekan bundan keyin deydidan buna o'tadi. Bu kim? Bu o'zidan keyingisi bilan solishtiradi. Xuddi shu tartibda izimga keldi solishtirib ketilaveradi. Qachongacha massivni matrisani polni aylanib chiqib eng kattasini topincha. Men shu shartni bersam, maksim a izim shuning bo'lsin desamdan, shu vaqtida maksim deng bo'lsin deymiz. A J'ga deng bo'lsin deb beramiz bu yerda. Ya'ni bu yerda solishtirib chiqadi. Ya'ni xuddi shu aytgan jarayonim ketadi. Max degan man A11 ni kiritib ko'pman va keyingilar bilan solishtirib chiqadi. Agar keyingisi undan katta bo'ladigan bo'lsa, Max A J'ni tenglab ber deb turib chiqardim. Va endi shu yerda biza shu Max sonni ekranga chiqarib qo'yacakmiz. Siyotda turib shu Max sonni ekranga chiqaramiz. Minimum ham xuddi shu tartibda topiladi. Min deb turib kirtasidan, beram min deb kirtasidan. Hozir bu yerda max naldilar. Men hech qanday qo'ymabman. Qaysi tipga tegishli ekanligini xohlasangiz davolab berishingiz mumkin. Xohlasangiz massivimiz intda bo'lib turibdi. Int deb berib qo'yamiz. Massivimizni ichidagi elementlari int bo'lgani uchun bu yerda int deb aytib ko'pmiz axir. Int deb beramiz. Bu yerda yana int deb bo'ladi. Hammasi deb aytib ko'pmiz. Shuning uchun max sonimiz ham avtomatik o'zi int deb bo'ladi. Ya'ni buning ichida int son kelsa-da max sonim double son bo'lib bilmaydi. Double deb yozsangiz ham bu 4 degani 4.0 deb olib ketadi. Keyin max deb birinchi elementini berdik va xuddi qolganlari bilan solishtirdik. Hozir buni men ishlatsam e, ishlaydi. Ishlagandan keyin biz elementlarni kiritamiz. Necha dona element kerak bo'lsa shunchasini. Masalan, n ni kiriting dedi. 3 ga 3 bo'lsin. Men shu yerda 9 dona element kiritishim kerak endi. Keling buni aralashtirib kiritaman. Xohlagan sonni bilishingiz mumkin. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bo'ldi. 7. Internetda ozgina muammo bo'lib turibdi. Shuning uchun 8, 9. Ozgina qattiq ishlab turibdi. 8, 9 dedik. Nonni qo'shib chiqarib berdi endi bu. Qaysidir bir yerimda xatolik ketdi. Bu yerda tenglik qo'ya olgam. Kichkinaroq son berib ko'raman endi.
İnternette ne yok, lekin shundan ishlamaydi. 1, 2, 3, 4. Siyot max bo'lsin dedik. Demak, bu yerda tenglikni olib tashlaymiz. Siyot max ishlamay qoldi. Hozir shu yerni ko'rib boraylikmi? Men bu yerda misol tushuntirib berilgan matrica elementlarni kiritish bo'yicha har qaysi qadam nima ekanligi ko'rsatilib berilgan. Yana misol ko'rishingiz mumkin. Rasm berilgan. Shu rasmda qaysi qator nomni bildirib turibdi. Massivni satrlar soni va ustunlar sonini bildiradi. Inobi n bilan n yangi aytdik uni. Matritsani e'lon etish inobi int deb turib a n m deb yozilgani va satrni indekslarini chaqirish uchun 0dan n'gacha deb berilgan. N girmagan. Man shu yerda ahamiyat bergan bo'lsangiz, birdan n'ni girtadan aytib berdim. İkisi bir xil narsa bo'ladi. Menki birdan boshlab sanaydigan n'ni o'zini ham qabul etadi. Meniki 0dan boshlab sanaydigan, lekin n'ni qabul etmaydi. Bu ham xuddi shu narsa. Bu matritsani ustun indekslar deb aytiladi. Yuqoridagi i bilan yozilgani satri e, J bilan yozilgani ustuni hisoblanadi. Keyin shuni ichida bizada ham bu yerda matrisaning elementlari kiritib berilgan. Sen deb turib, A, I, J deb turib, buni ya kiritib oldik. Bizlar ham xuddi shu ko'rinishda endi matrisa elementlarini chiqarish berilgan. Ha, endi bu yerda satr tugagandan keyin ya biz ham bu yerda yozib qo'ydik. Ish xatorini men hozir kommentariy olib turaman. Bunda ishlamadi. Men shu ko'rinishda kommentariy olib turamandan men shu yerda sizga hozir aynan matrica ko'rinishida ekran chiqarishni ko'rib o'tamiz. Bu xatarni olamiz. Xuddi shu Scout deb turib, Scout timizdan A ni I C ni ekran chiqarsin deymiz. I Zihni ekran chiqarsin. Va endi shuni EJ'ni galadidan biza matrisani ichki ko'rinishda bo'lishini bildik va shu keyingi qatorga kelganda, ya'ni ustun satr qatorini to'ldirib bo'lgandan keyin keyingi qatorda bizlara pastga tushib ketishi kerak. Shuning uchun endi bu yerda keyingi sikl, birinchi sikldan keyin, ya'ni endi bu yerda bir xatarni yozib bo'lgandan keyin keyingi xatarni pastdan yozib ketsin deb endilbar ketamiz. Va endi bu yerda ishlatib ko'rsak hozir men endi kiriting deydi. 3 deyman. Bu yerdan 3 desam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 va 9 beraman. Keyin yarim son so'ratdikmi? Qaysidir bir yeri ishlamay turibdi bizada. Qaysi?
Oğuz gemi kaldık o. Damla Ali. Bilip turganym yok. Nadir bir nerseni okumayın durupdy bu kompletimiz. Başgasına teşekkür Elkanım. Ya internetde bolup durdy, ya kompüterdə bolup durdy. Çünki hem yeri doğru kiritilgen. Bir nerseni ekran çıkarmayın durupdy. Endi kirting dedi. 2 2 desem. Bunu nölden berk göreyim kanı. Ne hata berk turgan. Ne bu görünüşte çıkardı. Biz aslında ondan hata vermezlik gerekenden 1 2 3 4 degan mint girizdi ve 1 2 3 4'nü mende matrisa görünüşünde çıkarıp berdi berdi azı. 1 2 3 4 dep durup şu görünüşte çıkarıp berdi. Indi hazır bundan elde yazgan ifni yazıp göremiz. Neçe hata bolganını göremiz. Yani xuddi şu forni köpüyelep alamandan peste yazaman. Hem ekran çıkarıp bersin hem şunu işlep bersin bizlere. Iftimizden ya yukarıda bergen şartımızı berk etamiz. Bir de yazamız. Yenem şu max'ını girtip alaman. Max sonum deng bolsun a bir edimiz. Ve şart berama. If timen şart beramiz. Max katta bolsa depme. A i deyimiz katta bolsa max'tan bu holda bizlere çıkarıp bersin. Bizlere denglep bersin. Max'a a i jini. Max deng boladu o holda a i siga. Ve şuna ekran çıkarıp versin. Siyahut etip versin. Ben de Max deyimiz. Ve işletip göremiz hazır. Benimce hatalık vermese gerek indi. Demedim. Nerededir? Köpüyelep alganda kavuslarını da gittim mi? Hmm. Ya bir birmez. Nölden nölünü aladı indi bu. Abi bir de hatalık vermese de. Görükkanı. Bir tıp aldık. Okup aldık. Şurada bir figural kavusunu hata koydum ya. Figural kavusunu başladık.
Bir dana figuralkabız köpeyip ketgan ekan. Endi kiriting dedi. 2'ga 2 beramiz. Qaysidir bir son va menda chiqarib berdi. Qarang adis. Non chiqarib berdi menda. İmbirde 1,56, 8,565 chiqarib berdidan. İmbirde non chiqarib berdi. Her kadamda solishtirgan chiqarib berdi. Boshda 56'ni maksda olganini chiqarib berdi. Keyin 8'e o'tirib berdi. Keyin 565 o'tirib berdi. Yine bir de maksdan katta bo'lsa deb to'g'ri ko'kman mahir. Maksini topgandan keyin bir yerda chiqarsin. Da maksini olmaydi. Maks arasına neçe belgini koyuş gerek? Ha, yine bir de belgini taşak etmen ku. Ha, yok ubaret. Hazır uçurdum ben. Nim bolsa. Böyle ahırda çıkarsın. Seyahat etsin. Maksını.